Bugun iftorlikka 2 xil shirinlik va bitta ovqat qildim va sizlarga ham retseptlarini olib oldim. Birinchi bo'lib Instagramda ko'rganim tvorogli keksdan tayyorladim. Ustiga uyda morozelkada bor olchalardan qo'yib oldim va dasturxonim uchun va uy uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni korzinka go'ylavasidan zakaz qildim. Hozir ularda Ramazon uchun aksiyalar bo'lyapti. Shunaqa kartalar sotib olib, yaqinlaringizga sovg'a qilishingiz mumkin. Birinchi bo'lib ovqat narsasini tayyorlab oldim. Shunaqa kokletlarni qovurib olib, ichidagi pyure qilib duxovkaga qo'yib yubordim. Va bundan keyin yana bitta juda ham o'zim yaxshi ko'rgan Safiyani yong'oqli sloykasini tayyorladim. Yong'oqga tuxum oqi, shakar solib, shunaqa yaxshilab aralashtirib olamiz va menda tayyor malina xamirlari. Buni ham korzinka go'ylavasidan oldim qizlar. Juda ham oson, ayniqsa ro'za paytida ro'zadorlarga shunaqa yarim tayyor mahsulotlar juda ham asqotadi. Shunaqa qilib o'rab, kesib, buni ham duxovkaga 180 gradusga qo'yib yuboramiz. 15 minutda pishib chiqadi. Rosa zo'r bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar shu retsept bo'yicha. Va u orada ovqatim pishuvdi. Bu yoqqa olib qo'ydim. Og'iz ochishimizga 10 minut qolganda uni ham ustiga shunaqa qilib sirlarini qirg'ichdan chiqarib 10 minutga yana duxovkaga sirlari eriguncha qo'yib yubordim. Qarabsizlarki, dasturxonimizga hamma narsamiz tayyor. Bunaqa pomidor, ho'l mevalarni har doim korzinka go'ylavasidan olaman, sababi juda ham svejiy keladi. Ho'l mevalarim ham umuman achigan yoki yomon bu holda kelmaydi qizlar. Albatta sizlar ham korzinka go'ylavasidan foydalanib, uyingizlarning eshigini tagigacha bo'lgan masofaga narsalarni zakaz qilib olishingiz mumkin. Bitta yurachi bosib ketish esingizdan chiqmasin.